ko'ramiz mana. O'rtalar. Xullas yo'lda ketayotib, tuyani yoniga to'xtadik. Tuyani ham qochirib yubordinglar yigitlar. Kechasi 3:30da 3:30 ham bo'lmadi. Necha bo'ladi? Shu 2dan o'tganda 2:30da tamojniydan o'tdikda. Xullas 2:30da tamojniydan o'tdik. Hozir soat 5:30 bo'ldi O'zbekiston vaqti bilan. 3 soatdan beri tamojniydan o'tib yurib kelyapmiz. Xullas 1 sutka bo'ldi. Yo'ldamiz. O tuyalarga to'xtadik. Sheriklari bor ekan o yoqda. Mana bizni toychoq. Mana tuyalar sotiladi. Xullas o'rtalar, qo'rada tuyalarimiz bor sotiladigan. Dastavkasi bilan olsanglar, adresda aytsanglar, olib borib ham beramiz. O'zbekiston Qozog'iston granitsasidan 200 kilometr uzoqdamiz. Uje 60-70 kilometrdan keyin Turkiston. Hozir trassaga chiqsak, 2 soat yursak, 1,5 soat, 2 soat Turkistonga kirib boramiz.